Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan hozirgi videoda navbatdagi kanalga tashlangan savolni video yechimini qilamiz. Demak, savol quyidagicha: to'g'riburchakli uchburchak gipotenuzasiga tushirilgan balandligi h, katta katetga tushirilgan mediana uzunligining eng kichik qiymatini topish kerak ekan. Demak, mos chizmasini chizib olsak, mana shunday chizma. Demak, mana bu tomon A bo'ladigan bo'lsa, buni A taqsim 2 yu A taqsim 2 ga ajratsin mediana. Bu tomoni esa B bo'lsin. Endi gipotenuzasini ildizda A kvadrat qo'shilgan B kvadrat deylik. Xo'p, shunda bizaga quyidagicha tenglik bo'ladi. Ya'ni yuzalarni tenglashtiradigan bo'lsak, balandlik bilan gipotenuzani ko'paytmasi ikkita katetni ko'paytmasiga teng bo'lib qoladi, yuzani tenglashtirsak. Xo'p, demak bundan keladi AB tenglik h ko'paygan ildizda A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Bu bizada demak birinchi ifoda bo'ladi. Endi yana bitta ifoda yozishimiz mumkin. Mana bu uchburchak uchun medianani topish mumkin. Demak, Pifagor teoremasiga ko'ra m barobar ildizda A taqsim 2 ning kvadratiga B ning kvadratini qo'shganimizga teng bo'ladi. Bu ham teng. Sal soddalashtiradigan bo'lsak, ildizda A kvadrat qo'shilgan 4B kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu bizada 2 bo'lsin. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi tengliklarda ikkalasida ham A bilan B qatnashgan. Birinchisida h bor, lekin umuman olganda A bilan B qatnashgan. Endi bu masalada quyidagicha belgilash kiritib olamiz. Ya'ni A bizada B dan katta-ku. A tomonni katta deb olganmiz, katta tomonga tushdi-ku. A B dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak B ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazaman. A taqsim B bizada 1 dan katta son bo'ladi. Mana shu A taqsim B sonni men T deb belgilash kiritib olsam, eng kichik qiymatni topish uchun mana shu belgilashni kiritish kerak bo'ladi. Xo'p, demak, endi birinchi tenglikka ham shu belgilashga ko'ra o'tib olsam, buning uchun B ga bo'lib yuborishim kerak bo'ladi. Birinchi tomonni B ga bo'lsam A qoladi. Ikkinchi tomonda endi ildizni ichini B kvadratga bo'lishimga to'g'ri keladi. Ya'ni A taqsim B ning kvadrati qo'shilgan 1 bo'ladi. Buni davom ettiradigan bo'lsak, A barobar h ko'paygan A taqsim B ning kvadrat T ning kvadratini beradi, qo'shilgan 1. Mana. Demak, bizada A tomon mana shunga teng bo'lar ekan. Bu bitta munosabat bo'ldi. Endi M da ham xuddi shu narsani qilsak, M da ham xuddi shu narsani qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Xo'p, yuqori qismi yana A taqsim B ning kvadrati bo'ladi, T kvadrat bo'ladi, qo'shilgan 4. Makhraj esa nima bo'ladi? 2 taqsim B. Endi mana bu tenglikka e'tibor qarataylik shu yerda. Mana bu yerda B bor. B ni o'rniga biz nima qo'yishimiz mumkin? A taqsim T bo'ladi-da B. To'g'rimi? Yoki-da mana makhrajdagi B ni birdaniga chiqarib yuborsak, B ni o'rniga A taqsim T ni qo'yib yuborsak ham bo'laveradi suratga. Demak, shunda T kvadrat qo'shilgan 4 ildizda ko'paygan. Xo'p, bu yoqda esa A taqsim T bo'lyapti. 2 bu yoqda o'zi qolib ketdi. Endi A ni o'ziga shu yerda nima qo'yish mumkin? Mana bu yuqorida topib olganimiz. Mana. Shuni keltirib qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi?
Xo'p, mahrajga 2 t'ni tushirib yuboraman. Bu yoqda demak t kvadrat plus 4 ildizda ko'paygan. Bu yoqda esa t kvadrat plus 1 ko'paygan h bo'ladi. Barobar. Endi buni soddalashtirishda davom etsam. Xo'p, ildizni ichida birdaniga ko'payadi. H ni oldinga chiqarsak, t ni 4-inchisi qo'shilgan 5t kvadrat plus 4 ildizda taqsim 2t bo'ladi. Endi mana bu mahrajdagi t ni ildizni ichiga kirib bo'lish qilsam, h taqsim 2 ildizda t kvadrat plus 5 plus 4 taqsim t kvadrat bo'ladi. Endi bizada mediana shunga teng bo'ldi-da. Shuni endi eng kichik qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Bizada t'imiz 0 dan katta son. Demak, 1 taqsim t ham 0 dan katta bo'ladi. Endi mana bu ikkita songa e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizada t kvadrat qo'shilgan 4 taqsim t kvadrat Cauchy tengsizligiga ko'ra mana bunday bo'ladi. Bu yerdan demak buni eng kichik qiymatini topishimiz mumkin bo'lar ekanda. Bu ham 4 ga teng. Demak, eng kichik qiymat bo'lgan paytda mana bu ifoda ham eng kichik qiymat chiqadi-da. Shunda bizada m nima chiqadi? M barobar h taqsim 2 4 qo'shilgan 5 ildizda. Bundan bizada ildizda 9 3 chiqadi. Demak, m 3 h taqsim 2 yoki 1,5 h chiqar ekan. Demak, bizada m ni eng kichik qiymati 1,5 h bo'lar ekan. Demak, savolimiz javobi mana shu.